Sen menga o'limni eslatib turgin, nafsimni zanjirlab yo'limga burgin. Hurmatli vatandoshlar, bugun yana qabristonlarda hashar qilishda davom etamiz. Sen menga o'limni eslatib turgin, 5 kunlik dunyo omonat degin, sen menga o'limni eslatib turgin. Alloh taoloning marhamati bilan bugun biz tumanimizdagi Xo'ja Mulki ota qabristoniga kelganmiz. Hammalaringiz mana shu ishga da'vat qilib qolamiz. Hasharimizda ham tinchlikda, omonlikda, sog'likda, salomatlikda o't qazishligimizni Alloh nasib qilsin. Allohumma salli va sallim. Oqibat qilmasam opa singlimga shaytoniy tuyg'ular kelsa Azizlar, har kim o'zini atrofini tozalab o'tirsa, albatta xalqimizni, yurtimizni tinchligiga, go'zalligiga o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Shunday ekan siz ham chetda qolmaysiz degan umiddaman. Ushbu hasharda hammalaringiz kuch-quvvat bilan faol bo'lasizlar degan umiddaman. Barchaga yaxshi kayfiyat, yurtimiz tinch bo'lsin. eslatib turgin, 5 kunlik dunyo omonat degin, sen menga